Assalomu alaykum akalar, ukalar. Xudo xolasa mana bir Fayzli xonadonimiz tunikafon ishlarini boshlab olganmiz akalar. Akalar bundan 1-2 kun avval high-tech kazirovni karnizlarni qatirish jarayonini qo'ygandik akalar. Shunda ba'zi bir ustakalarimiz ozgina tushunmay qolibdi. Aka, iltimos sekinlashtirilgan kadrda qaytadan obzor qilib bering deyishibdi. Ustakalarimiz iltimosiga ko'ra qisqacha obzor qilib beramiz. Qani ketdik. Akalar, bu karnizimiz, oldi karniz, peshona karnizimizni oldi peshona ko'rinish 10 cm bo'ladi. 45 joyi 6 cm bo'ladi. Tagi 4 cm bo'ladi. Akalar, ikkinchi karnizimiz tagi 10 cm bo'ladi. Yuz ko'rinishi 4,5 cm bo'ladi. 1,5 cm ichkari kiradi. Shunda 3 cm qoladi, to'liq qolishi. Akalar, devor karnizimiz yuz ko'rishi 9 cm bo'ladi. Tagi 3 cm bo'ladi. 45 joyi, tagi 4 cm bo'ladi. Akalar, ikkinchi karnizimiz 13 cm bo'ladi. 2 cm ichkariga kiradi. Shunda 11 cm qoladi akalar. Bag'i 1,5 ko'rishlaring mumkin. Akalar, mana qatirish jarayoni обязательно ichkaridan qatiriladi. Mana ko'ryapsizlar akalar, mana. Chotki holatda bitadi. Akalar, tushunmagan akalarimiz bo'lsa, kommentariyada o'z izohlarini qoldirishlari mumkin. Aka, manalar sifatga udar chiqadi.